Assalomu alaykum hammaga. Bugun 6-may. Xudo xolasa do'konimizdagi obzorlarni birin-ketin ko'rsatib ketamiz. Mashinalarning obzorini. 150 xil assortimentimiz bor. 800 ming, 900 mingdan boshlanadi. 11 milliongacha. S63 modelimiz. Buni qizil qora ranglari bor. 2 kishilik bo'ladi, 4 ta motorli, balonlari yumshoq rezinaviy, oldi orqa farlari yonadi, ustlari avtokraska bo'ladi. 1 million 700 ming so'mdan qilib beramiz. Toyota'miz 189 modeli. Bu 4 ta motorligi, Sidenas Kojining 4 ta motorli, balonlari yumshoq. Buni qizil qora ranglari bor, yoqlari bor. Buni ham 1 million 700 qilib beramiz. Bu Mercedes GLS varianti. Buni ham 1 million 700 ming qilib beramiz. Bu G2 1 kishilik litsenziyonisi, oqi, qora, qizili bor. 1 million 900 qilib beramiz. Bularning kilovi ham 1 million 700 ming so'mdan qizil qora ranglari bor. Modelimiz 900 ming so'm. Mercedes emblemalari bo'ladi. 2 ta motorli, 12 volt 7 amperli, Sidenas Kojining bo'ladi. Toyota varianti. Buni qizil qora ranglari bor. 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham 4 ta motorli. Birinchi qatorli mashinalarning qizil qora ranglari bor. Hammasini 1 million 700 ming so'mdan qilib beramiz. Dastavkasi bepul. Birin-ketin ko'rsangiz bo'ladi. 1 million 700 ming so'm, 1 million 700 ming so'm, 1 million 700 ming so'm, 1 million 700 ming so'm. Buni 1 million 900 qilib beramiz. Qizil qora ranglari bor. Laboylari, orqa farlari, oldi tepa farlari ham yonadi, kalti zavod bo'ladi. 2 million 100 mingdan qilib beramiz. 2 million 700 ming so'm qilib beramiz. 1166 kattasini. Job modelini 24 voltligi bu. 2 million 800 ming so'm qilib beramiz. 24 voltli 2 kishilik 60 kilogacha ko'taradi. Buni 260 dollar qilib beramiz. Monitorli 2 kishilik 24 voltli. Buni 400 dollar qilib beramiz. Pulsiz bo'ladi. Bu 600 watt bo'ladi motori. Ustlari avtokraska, orqada bitta balon tortadi, 2 kishilik bo'ladi. Siam modelimiz 350 dollardan qilib beramiz. Dastavkasi bepul. Qizil, oranjeviy, qora, pushti har xil ranglari bor, qora ranglari ham bor. BMW modelimiz 300 dollar. Lamborghini Aventador modelimiz buni pul chiqardi. Bu 260 dollar qilib beramiz. Dastavkasi bepul. Bu boyagi qizilli qora rangi Maseratini. Buni 2 million 800 qilib beramiz. Dastavkasi bepul. Buni ham 1 million 700 ming so'mdan. Mana shunaqa li modellarimiz. Bu ham 1 million 700 ming so'm. S63 mana hozir birinchi ko'rsatganimni qora rangi bu. 1,5 milliondan. Mana litsenziyoni 2 kilo ham Toyota Supra'ning litsenziyonisi bu. Porsche RAV 910 bor litsenziyonisi. 1 million 300 ming so'mga dastavkalari bilan bepul. 2 kilo ham 1 million 300 ming so'm qo'yamiz. 3-4 yoshgacha. Dastavkasi bepul. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi. Mana 938 qorasi, avtokraska varianti. 901. Bu bagini ham 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. Bez kraskasi, kraskali 1 million 800 ming so'm. 1 million 800 ming so'mga 618. Mana shunaqa yashil, oq, qora ranglari bor, hamda pushti ranglari, qizil ranglari ham bor. Mana 1 million 900 ming so'mga Job 612 modeli bor. Kimga qanaqa mashinaga bo'lsa, aloqaga chiqinglar, pastki nomerlarga chiroyli qilib dastavkalarni qilib beramiz. Do'konimiz O'rizor bozorida. 2 million 100 ga hamda katta 2 kishilik off-road modeli. 1202 mana. Bular 2 kishilik bo'ladi. Motori ham, akkumulyatori ham katta bo'ladi. Qizil qora ranglari bor. 819 2 million 400 ming so'm. 8199 2 million 400 ming so'm. Qizil qora rangi bor. Buni ham qizil qora rangi bor. 1155 2 million 700 ming so'm qilib beramiz. 2 kishilik bo'ladi. 12 voltga 10 amper katta motorligi. 2 millionga ham bunaqa S22 Ford modellarimiz bor. Boyagi 2 million 100 likni qizil rangi. Mana bunisi qorasi edi. Bu qizil rangi. 903 24 voltli ise 3 million 50 ming so'm qilib beramiz. 12 voltli ise 250 ming so'm arzon bo'ladi. 913 mana 24 voltli ise 3 million 150 ming so'm. Dastavkalari ichida. 032 ning 12 voltli ise mana 24 voltli ise bular ham 3 million 100 mingdan dastavkasi tekin. Borgandan keyin berasizlar. Eng baquvvat modellarimizdan bular. 001 modeli 300 dollardan qilib beramiz. Anaqalari, anaqa monitorlari ham bor, 4 ta motorli. Balonlari yumshoq, litsenziyali model hisoblanadi. 1155 2 million 700 ming so'm qilib beramiz. Mana bu 612 ni ust avtokraska varianti. 2 million 100 ga shunaqa kvadrotsikllarimiz bor. Bu yerda
oq rangi ham bor mana. Geliklarimiz assortimenti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 xil geligimiz bor, 12 xil 7188 bilan. Mana 1.300.000 so'mdan qilib beramiz. 1.400.000 so'm, 1.900.000 so'm, 2.700.000 so'm, 3.150.000. Mana 3.600.000 so'm, 3.400.000 so'm, 3.400.000 so'm, mana 5.600.000 so'm. Mamasi $1.100 qilib beramiz. Mana eng kattasini. Bu ham 600 vatli motor bo'ladi. Akkumulyatorlari ham katta. 24 voltga 10 amperli, 14 amperli akkumulyator. Ichida monitorli 250 kilogacha ko'taradi. Ichida katta monitorli, kalta zavat bo'ladi. Ruchnoy tormoz gazlari bor. 22 tezlikda yuradi. Bu yoqda motosikl assortimentlarimiz 209 kattasi, kaltlisi, Goofy motosiklimiz, 008 politseyskiy motosikillarimiz. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Mototsikllar kerak bo'lsa, chiroyli qilib chiqarib beramiz. Dastavkamiz bepul. Shuncha assortimentimiz bor. Kimga qanaqa mototsikllar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaringlar. Videoga like bosib ketinglar. Ko'proq odamlar ko'rsin. Sianni sabz rangi, usti avtokraska bo'ladi. Bu qizil bardoviy rangi. Bu Porsche 911 GT monitorli, polik, ustiga opadigan chexollariga chiqadi, litsenzionni. Bundan arasiga ko'p sotganmiz. 200 vatli bo'ladi motori. 24 voltga 10 amperli, ya'ni 200 vatt, yurganda do'sh chiqmaydi. GT modeli. Kimga qaysidir mashina tanlasa, obzorini tashlab beraman alohida, yurganda qanaqa yurishigacha. Bundan arasiga ko'p sotdi. Bu klassika modelimiz. 2.800.000 so'm qilib beramiz. Buni $400 qilib beramiz. Bu litsenzionni Porsche Audi. Bunaqa Porsche'larimiz bor, sarig'i, qizili, Maserati'ni kattasi, Rolls-Royce Canin, Drift Mercedes'larimiz ham bor, 2.800.000 so'mga. Kimga qanaqa mashinalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib beramiz. Dastavkamiz bepul.